Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Xo'p, mana bunaqangi matrasimiz bor. Nezavesenniy deyiladi. 0 ga tegib qaytadi. Xo'p, bunda ikkita matrasda qulayligi mujassam. Xo'p, bitta tomoni mehki, ikkinchi tomoni ortopedskiy bo'ladi. Yumshoqda yotsangiz, yumshoqda xohlasangiz bu tomonida, qattiqda yotishni xohlasangiz, ikkinchi tomoni ortopedskiy bo'ladi. Xo'p, buni nima deyapti? Xo'p, buni razmeriga qarab narx-navosi chiqaveradi. Xo'p, bunimiz 1.40 ga 2 metr. Xo'p, standart 1.70 ga 2.10 bo'ladi. 2.800.000 so'mdan boshlanadi. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Balandligi 27-28 dan boshlanadi. 30 sm, 35 sm gacha bo'ladi. Materialni qarang. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Xo'p, kim qanaqangi matrasda foydalanish haqida ham ma'lumot berib o'tamiz.